Yaxshimisiz, nima bo'ldi? Allergiya beryapti. Suv iching. Allergiya keyin ma'lum bo'lishi mumkin. Bu shoshilinch va to'g'ri harakat talab qiladigan vaziyat. Kechirasiz, salatda yong'oq bormi? Mening yong'oqda allergiyam bor. Avvalo mijoz holatini tekshirishimiz kerak. Qizarish, qichishish, nafas bo'g'ilishi va bosh aylanish kabi holatlar kuzatilishi mumkin. Allergiya shubhasi bo'lsa, taomni darhol to'xtatish kerak. Mijozda allergiya belgilari bor. Tarkibni tekshirib, mos variantni tayyorlash kerak. Bu yerda ofisant yolg'iz qaror qabul qilmaydi. Jamoaviy harakat xavfni kamaytiradi. Dori berish mumkin emas, lekin yordam chaqirish mumkin. Dori bermang, menejerga xabar bering. Zarur bo'lsa tez yordam chaqiring. Iltimos suv ichib turing, agar holatingiz o'zgarsa darrov xabar bering. Allergiya ehtimoli haqida menyuda belgilab qo'ying yoki mijozdan so'rab oling. Masalan, yong'oq, sut mahsulotlari, dengiz mahsulotlari va gluten. Bu ovqat allergiyasiz tarkibda siz uchun maxsus tayyorlandi. Mijozning to'g'ri tanlov qilishidagi yordam ishonch beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizga ham rahmat. To'g'ri harakat mehmon xavfsizligi. Allergiya kam uchraydi, lekin unga tayyor bo'lish shart. Bilim xavfsiz xizmat demak. Sizlar bilan menejer Asqarov Fazliddin bo'ldi. Bizning mahorat rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling va biz bilan keyingi yangiliklarni kuzatib boring.